Jorbek aka mentorlik 4-potokda o'qidilar. Ozgina case videoga gapiraversangiz, ya'ni qanaqa sotuvlar bo'ldi? Darsdan nima insightlar oldingiz, natija bergan. Zo'r. O'z bir joyga kelishni oldin sotuv bilan shug'ullanardik, obычный sotuv qilardik Jizzax bozorida. Lekin bizda asosiy muammo bo'layotgan narsa deyarli hamma mijozga bir xil ma'lumot beradi. Prezentatsiya bir xil, faqatgina playlist berayotgan joyda narxni o'zgartiradi. Prezentatsiyani o'zgartirib narxi o'zini-da. O'sha joyga ketadi. Bu joyga kelgandan keyin har bitta mijoz uchun alohida ishlayotgan bo'ldik. Bitta sotuv bo'ldi shaxsiy brendga 2,5 mingga. Lekin muzokara darsini oxirigacha ko'rmaganim menga minusga ishlab qo'ydi. Agar shu darsni oxirigacha ko'rganimda 3 mingga sotardim. Qimmatroqga. Men anaqa bo'yicha-chi, komanda bo'yicha-chi. Komanda bo'yicha yaxshi. Nimalarni o'zgartirdinglar? Komanda o'z shu holatda mijoz bilan kommunikatsiyalar. Mijoz bilan kommunikatsiya bo'yicha hozir sistema ketyapti. Har bitta xodim ish bo'yicha hisobot berib turadi. Montajyor bo'lsa montaj qilayotgan bo'yicha, operator bo'lsa operator syomkaga borgan jarayoni, misol uchun ssenariy yozayotgan. Hozir Toshkentda qancha va Toshkentga o'z Jizzaxda edinglar, Toshkentga kirmoqchisizlar. Qancha perigor kutyapsizlar? Tak, hozirda 3 ta. O'rtacha 2,5-3 ming chekdi. 2,5 minimal 1,5. Jizzax bozorida esa hozir 4 ta loyiha ketyapti. Jizzaxda eng qimmati hosildan? Bizda. Hozirgi loyihalarimiz tak minimal 2 ming Jizzaxning o'zida. Buyog'i 3 ming 4 mingga boradi. Ham foizga. Qo'shimcha sotuvdan bor. Katta loyihalar.